Assalomu alaykum. Men Ziyovdinov Samardin Nizomdin o'g'li Toshkent avtomobil yo'llar texnikumining tashkil etish va avtomobillarni boshqarish fakultetining 2-bosqich bitiruvchisiman. Toshkent avtomobil va yo'llar texnikumi to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Texnikumimizda 8 yo'nalish mavjud va ta'lim olish uchun barcha sharoitlarga ega. Jumladan, o'quv xonalari, avtolaboratoriya, sport zali, kutubxona va oshxona mavjud. Men Toshkent avtomobil va yo'llari texnikumini a'lo baholarga tugatib, Toshkent davlat transport universitetining 2-bosqichiga suhbat asosida qabul qilindim. Eng asosiysi, fakultet davlat transport Toshkent avtomobil va yo'llar texnikumi 2024-2025 yil o'quv yili uchun kunduzgi, kechki, sirtqi va dual ta'lim shakli bo'yicha 8 ta yo'nalishda hujjatlarni qabul qiladi. Avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, avtotransport logistikasi, omborxona logistikasi, tashni tashkil etish va transportni boshqarish, avtomobil yo'llari, ko'priklar va aerodromlar qurilishi, buxgalteriya hisobi va audit, menejment, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish. Shu bilan bir qatorda ish bilan ta'minlanishingiz kafolatlangan. Shu sababli sizlarga ham texnikumimizni tavsiya qilamiz.